qanaqa qilib man shu ishni qilmasam bo'ladi, man hozir qasd olmoqchiman erimdan, shunchalik erimga nisbatan nafratlanib ketganman degan ayollar ham keladi. Lekin bu muhabbat, katta muhabbat sababli emas, bu nafrat orqali, nafrat sababli paydo bo'ladi. Lekin ayollarning fitratida bu narsa yo'q, qasd sababli bo'ladi, yo'q muhabbat sababli. Shu erkaklardek emas, erkaklar u jismonan xiyonat qilishi mumkin, lekin ruhan o'sha ayolida ko'ngli bo'lishi mumkin. Mana aytadi-yu, ayollar monogamniy bo'ladi, erkaklar poligamniy bo'ladi. Poligamniy degani bitta ayol bilan qoniqmaydi. Erkaklar ko'p ayollar bilan yurishga bu tarixan avlodlardan avlodlarga bu qon orqali singib kelgan holat. Ayollar esa tarixan bitta erkakni bilan yashadimi, o'shanga e'tibori qaratilgan narsa deb har doim gapirib kelingan psixologlar tarafdan. Lekin oxirgi vaqtlar, oxirgi tekshiruvlar, nimalar natijasida hozirgi juda ko'p yetuk psixologlar ham buni isbotlab berishyapti. Ayollar ham xuddi shunaqa poligamniy bo'lish ehtimoli yuqori hozir. Erkakdan farqi yo'q darajada ular ham xiyonat qilib bemalol yuradigan daraja bo'lib ketgan hozir.